2022-yil 4-dekabr 5-savolga yetib keldik. Demak, 5-savolni ko'rib o'tamiz. Xo'p, savol quyidagicha. Yaxshilab e'tibor beraylik. Bizga mana shunaqa bitta basseyncha bergan ekan. Endi kichkina tasavvur qilaylik. Xo'p, birinchi qovur esa 5 soatda to'ldirar ekanda mana shuni. Bir o'zi. Ikkinchi qovur esa bir o'zi 3 soatda to'ldirar ekan. Keyin uchinchi qovur esa mana shu basseynni 2 soatda bo'shatib tashlar ekan. Endi uchala quvur ham bir vaqtda ochilar ekan, uchalasi ham ochilgan vaqtda qancha vaqtdan keyin deyapti, mana shu basseyn to'ladi deyapti savol. Endi e'tibor beraylik mana. Demak, mana birinchi quvur 5 soatda to'ldirar ekan. Demak, yozamiz mana. Birinchi quvur mana 5 soatda. 5 soatda to'ldirar ekan. Endi aytaylik mana 1 soatda qancha qismini to'ldiradi? 1 soatda. 1 soatda qancha qismini to'ldiradi shunda? 1 taqsim 5 qismini to'ldiradi. Endi ikkinchi quvur deymiz mana. Ikkinchi quvur. Ikkinchi quvur necha deyapmiz? 3 soat deyapmiz. 3 soat. Endi 1 soatda qancha qismini to'ldiradi degan bo'lsak? 1 soatda mana. 1 soatda qancha qismini to'ldiradi endi? 1 taqsim 3 qismini to'ldiradi. Keyingisi, uchinchi quvur esa mana bo'shatar ekan mana uchinchi quvur bo'shatar ekan 2 soatda. Endi 1 soatda qancha qismini bo'shatadi desak, 1 soatda xo'p 1 taqsim 2, ya'ni yarmini bo'shatib tashlar ekan. Endi mana shu uchalasi bir vaqtda ochilganda qancha vaqtda to'ldiradi degan savol ekan. Endi mana yozamiz. 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 2. Uchalasi bir vaqtda ochilar ekan. Ochilgan vaqt 1 taqsim t. Qanaqadir t vaqtdan keyin mana shu basseyncha to'lar ekan. Mana shu tinglamani eshitsak bo'ldi. Umumiy maxraj tanlaymiz hammasiga. Buning uchun umumiy maxraj 6, buning uchun tanlaydigan bo'lsak 10, buning uchun tanlaydigan bo'lsak 15 desak. Xo'p, demak 6 plus 10 minus 15 taqsim nima ekan? 30 ekan umumiy maxraj. Teng ekan 1 taqsim t ga. Endi tepani qo'shadigan bo'lsak 16 minus 15 demak 1 taqsim 30 teng ekan 1 taqsim t ga. Bundan kelib chiqadiki t'imizni 30 ga tenglik kelib chiqadi. Demak 30 soatdan keyin nima bo'lar ekan? 30 soatdan keyin mana shu basseyn to'lar ekan. Demak, shu bilan 5-misolimiz yakunlandi.